Kainatning rahmeti, tarixning gül tacı, yüksek fazilat egisi, dost düşman barcha hammaning qoyilligiga erishgan fidokorlik, savrchanlik va uningdan boshqa barcha go'zalliklarning jo'g'lanmasini o'zida mujassamlab, Allohning tanlangan elchisi bo'lish sharafiga noil bo'lgan Qur'on Karimning ma'alaydigan nusxasi. Eng sharafli kishi deyilganida, albatta hammamizning zehniga darhalla sarvari koinot suyumlik payg'ambarimiz keladi. Shundoq, u insonlarni qorong'ulikdan yorug'likqa, zalolatdan hidoyatga, zulmdan adolatga, xorliqdan izzatga elib chiqdi. Dunyoda adolat barpo qildi. İnsanlarning hayot tartibini o'zgartib, qalaymaqan jamiyatlarni go'zalliklar bilan to'ldirdi. Ayollarni xo'rliqdan, qiz farzandlarni xorliqdan qutuldirdi. Kishilar orasida barobarlik, boy kambag'al orasida hamtanglik, urug' tuqqanlar orasida sil-rahim, qo'shnilar aro inoqlik, har qaysi irq millatlar orasida ulfat va qarindoshlikni barpo qildi. U bizga bu go'zal dinni yetkazdi. Omonatni en güzel şekilde ada kıldı. Bugünkü sohbetimizde bu mübarek insanga teşekkürümüzü bildiriş, xuşallıqımızı ifadeleş, minnettarlığımızı izhar qilish üçün elib berildiğen faziletlik ibadet durud salam hakkında kıskaça toxtalımız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah Taala yuqorqi oyatda to'liq o'zgacha uslub bilan mo'minlarga xitob qilib, mo'minlarni payg'ambar alayhisolamga durud o'qishga buyurdi. Oyatning beshida Alloh Taala o'zining payg'ambar alayhisolamga rahmat qilganligi, farishtalarning uningga durud o'qib, duo qilganligini alohida eskartib bo'lgandan keyin, "Ey mo'minlar, Allohga iymon etganlar, sizlar payg'ambarga durud aytinglar. Amanlıq dilanglar. Çünkü Resulullah'ın sizlar üstünlardaki hakkı çoğundur. O sizlarni gumrohlikdan hidoyatga, zulmatdan yo'ruqlikqa chiqarg'uchidir deb kuchlik ta'kid uslublarini ishlatib turib buyruq qiladi. Ya'ni oyatning siyoqidan shuni tushunishimiz mumkinki, Alloh taolo oyatdagi buyruqni faqatla bir buyruq bo'lishidan ziyoda uning intayin katta amal ekanligini, payg'ambarimizga o'zining rahmat qilganligini, shundoqla eng pok maxluqotlar hisoblanadigan farishtalarning ham uningga rahmat tilab, durud yo'llab turdiganligini eskartishidan albatta sizlar ham uningga durud aytishga eng muhtoj. Uningga rahmat tilash sizlarning majburiyatinglar bo'lmasdan, balki axloqiy burchinglar, bosh tortolmaydigan vazifanglar degan bir ushurni ola olamiz. Shundoq emasmi? Chunki bizga bu muqaddas omonatni u yetkazdi. Islom darxining ko'chitini u yashnatdi. Allohning vahiysini bizga u yetkazdi. Qalblarimizni qorong'ulikdan qutuldirdi. Xuddi uni madhiyalab yozilgan she'rlarda deyilgandek, arab dashtisida tug'ilgan edi. Ulug' Rabbimizning elchisi edi. Zalolat ichida qolgan ummatning jannat yo'llarida boshchisi edi. Uning nurlarida zulmatlar o'chdi. Shaytonlar yengildi, tag'utlar ko'chdi. O'yg'ondi qalblar, yoyridi dillar, vahiylar osmondan yerga ulashdi. Payg'ambar alayhisolamga durud yo'llash uning ummati bo'lish sharafiga noil bo'lg'uchi bizlarning eng aqalli burchimizdir. Shundaqla islomning ko'rsatmasi va buyrug'idir. Bu oyat nozil bo'lganda sahobalar Payg'ambar alayhisolamdan qandoq durud aytish kerakligi haqida so'rashib, bu buyruqqa tezroq amal qilishga oldirishdi. Yuqorqi oyatning tafsirida to'xtalgan Imom Buxoriy rahimahulloh Ka'b ibn Ajrning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisolamga: "Ey Allohning payg'ambari, biz sizga amonlik tilashni bildik. Endi durudni qandoq aytamiz?" deyilganda, Payg'ambar alayhisolam Allohumma salli ala, Allohumma barik ala duolarini o'rgatgan edi deydi. Bu oyatning nozil bo'lish sabab hikmatlari haqida to'xtalgan Mavdudi rahimahulloh mundoq deydi. Bu oyat dal İslam barğan siri taraqqiy qilayotgan, kun siri gullanib, Payg'ambar alayhisolamning hurmati texim oshayotgan bir paytlarda buningga qarta qalbida hasrat o'ti ulg'uyib, o'chmanliklari eshishqa, Payg'ambar alayhisolamga har xil vositalar bilan aziyat berib, uning axloqiy ta'sirini faqat musulmonlarga emas, hatto kofirlar qalbidagi hurmatini ham yo'q qilish niyatida har xil bo'xtonlar chaplanayotgan mezgillar edi. Alloh taolo yuqorqi oyatni nozil qilish orqali butun dunyoga: "Ey kofir munofiqlar, sizlar mening payg'ambarimni haqancha ayblab, uni tuvan tushirishga har qancha tirishsanglarmi, sizlar maqsadinglarga yetolmaysizlar. Mag'lub bo'lasizlar. Chunki men uningga bakmo mehribon. Hatto butun koinot sistemasini mangdirayotgan farishtalarim ham
uning qo'llag'uvchilari, uningga durud salom aytib turdiganlardir. Men uning nomini ustun qilayotgan farishtalarim uni maqtab madhiyalab turayotgan yerda uningga sizlarning razilliklaringlar qilchi ziyon yetkazolmaydi. Mening rahmat barkitim farishtalarimning kecha kunduz uningga rahmat tilab, martabasining texim yuqori bo'lishi, dinining texim taraqqiy qilishi uchun qilgan duolari uni himoya qiladi degan uchurni yetkazayotdi. Buningdan shuni tushunish mumkinki, Alloh taolo ey Muhammad alayhisalomning barkati, uning yetakchiligida to'g'ri yo'lni topgan, hidoyatga sazovor bo'lgan musulmonlar, sizlar uning qadriga yetinglar, uning haqqini ado qilinglar. Qaranglar, u sizlarni g'aflatdan uyg'otib, butun insonlarning havasi qo'zg'alg'idek darajaga yetkazdi. U sizlarni eng isil insoniy madaniyat bilan tunishtirdi. Shu sababli u hech kimga yomonlik qilmagan taqdirdimi kofirlarning o'g'isi qaynamoqda. Shunglashqa sizlar uni shunchalik qadrlanglarki, dushmanlar uning qanchalik o'tmanlik qilgancha, sizlar u muborak payg'ambarga uningdan necha hassa ortiq muhabbat bog'langlar. Uningga texmi yaqinlashinglar, uning yo'liga ching eslanglar. Ular uningga qanchalik qarshi chiqqancha, sizlar uni texmi oshirib madhiyalanglar. Sizlar xuddi farishtalarga o'xshash uningga kecha kunduz rahmat tilanglar, duo qilinglar. Sizlar uningga bo'lgan minnatdorliginglarni izchil ifodalash orqali meni shundaqla mening payg'ambarimni xursand qilinglar degan nuqtalarni ta'kidlayotdi. Bu nuqtani tuvandagi hadisdan texmi aniq bilalaymiz. Bir kuni saharda payg'ambar alayhisalom ko'ngli xo'sh, ochiq yo'riq chiqib keldi. Sahobalar ey Allohning payg'ambari, bugun ko'ngillari xo'sh, ochiq yo'riq chiqiblar deydi. Payg'ambar alayhisalom ha shundaq. Hozir Parvardigorimning elchisi yanimga kelib, sening ummatingdan kimiki sana bir qatim durud salom yo'llasa, Alloh u kishiga shu durud salomning sababi bilan 10 yaxshilik yozadi, 10 xatoligini o'chirdi, 10 daraja ustun qiladi. Alloh u kishiga yana 10 rahmat salom yo'llaydi dedi. Yana bir hadisda payg'ambar alayhisalom bunday deydi. Kimiki menga bir qatim durud salom yo'llaydi ekan, farishtalar u kishiga hamisha rahmat salom yo'llaydi. U kishi menga durud salom yo'llagan vaqtda durud salomni az yoki ko'p yo'llashni o'zi tanlasin. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan yana bir hadisda u bunday deydi. Ey Allohning elchisi, men ko'p durud salom o'qiyman. Uningdan qanchaligini sizlar uchun qilay dedim. Payg'ambar alayhisalom xolig'ini qil dedi. Men 4ning birini qilaymi dedim. Payg'ambar alayhisalom xolig'ini qil. Agar ko'p qilsang o'zingga yaxshi dedi. Men tang yerimini qilaymi dedim. Payg'ambar alayhisalom xolig'ini qil. Agar ko'p qilsang sen uchun yaxshi dedi. Men 3dan 2si dedim. Payg'ambar alayhisalom xolig'ini qil. Agar ko'p qilsang sen uchun yaxshi dedi. Men hammasini siz uchun qilaymi dedim. Payg'ambar alayhisalom agar shunday qilsang u sening g'am qayg'ularingga kifoya qiladi, gunohlaring kechirim qilinadi dedi. Bu hadisda so'zlangan ikki mukofot, ya'ni g'am qayg'uning yo'qolishi, gunohlarning kechirim qilinishi dunyo oxiratdagi yaxshiliklarning jug'lanmasidir. Alloh bir kishining g'am qayg'ulariga kifoya qildi deganlik dunyoning qiyinchilik, jafo mushaqqatlariga uchurmaydi deganlik bo'ladi. Chunki dunyoda oddiy qiyinchilikmi odamni shunchalik g'amga sola oladi. Allohning bir kishining gunohlarini kechirim qilib o'tishi bo'lsa, uni oxiratning dishvorchiligidan saqlab qolganlik bo'ladi. Chunki inson oxiratda faqat gunohlari sababli azobga duchor bo'ladi. Durud salom aytishning fazilati haqida nurg'un oyat va hadislar kelgan bo'lib, vaqt munosabati bilan hammani so'zlamaymiz. Ammo umumisining mazmunidan durud salomning bizni erishtiradigan natijalarining bir qismini tuvandagida xulosalay olamiz. Birinchi, payg'ambar alayhisalomga durud aytish orqali Allohning buyrug'iga bo'ysunganlikning ajr mukofotiga erishimiz. Ikkinchi, Allohning bizni aslishiga loyiq bo'ladigan bir ibodatni qilgan bo'lamiz. Uchinchi, payg'ambar alayhisalomga durud aytishni yaxshi ko'radigan zikrda sahiy kishilar qatoridan o'rin ola olamiz. To'rtinchi, payg'ambarimizga minnatdorligimizni bildirgan, uni qadrlagan bo'lamiz. Beshinchi, duolarimizning ijobat bo'lishi eng go'zal natijasi bo'lsa, gunohlarimizning mag'firat qilinishiga erishimiz. Oltinchi, iymonimizning lazzatini tetiy olishimizga, shundaqla iymonimizning texmi kamolatga yetishiga erisha olamiz. Yettinchi, qiyomat kuni payg'ambarimizning shafoatiga, shundaqla jannatda uning bilan birga bo'lish sharafiga noil bo'la olamiz. Bulardan boshqa ham izchil durud salom aytish bizni Allohga yaqinlashtirib, oxiratdagi darajamizni yuksaltib, bu dunyoda har xil baloy musibatlardan saqlab qoladi. Qiyinchiliklarimizni qutuldirib, dunyolik ehtiyojlarimizning oson hal bo'lishiga vasila bo'ladi. Bu haqda Sheyx Abu Hafsdan rivoyat qilingan tuvandagi mashhur qissa zikr qilinadi. Hajga borgan bir yili Baytullohda eg'izidan hech zikr tushmaydigan bir kishini uchratdim. Men u kishiga diqqat qilishga boshladim. Bu zot nima zikrlarni o'qiydigando deb o'rganib olishga tirishdim. Oxir bir kuni uning o'qiyotganining durud salom ekanligini
ekanligini bildim. Uning tavob qilg'ach, Safa Marva orasida sa'i qilg'ach, Muzdalifada turg'ach, har vaqt durud aytib turganini ko'rdim. Bir kuni men uningdan "Ey qarindishim, har o'rinning o'ziga xos o'qiladigan bir zikr, duosi bo'ladi. Sen nimishqa har doim hech to'xtamasdan hamma yerda salovat o'qiysan? Buning biror sababi bormi?" deb so'radim. U, "Men salovat o'qishga ko'nib ketibdiman. Har doim buni o'qish mening odatimga aylanib ketibdi" dedi. Ve bunun acayip bir qissasi bor. Men sana so'zlab beray deb so'zini boshladi. Yillar avval dadam bilan ikkimiz yurtimiz Xurosondan hajga berish niyati bilan safarga chiqdik. Bir necha kunlik safardan keyin Kufa shahriga yetib kelganimizda dadam qattiq kasal bo'lib vafot topdi. Men uning yuzini yepib qo'yib, oxiratlik ishlarini o'rinlashtirish maqsadida sirtga chiqib ketdim. Qaytib kelib, uning yuzidagi rahni o'rgunimda uningga qarab qo'rqib ketdim. Dadamning yuzi qaradab shunchalik qo'rqinchli holatga kelib qolganki, odamning uningga qarashdan tinishurkin etdi. Bu chaqda men shunchalik qo'rqib ketdim. Bu yosh shaharda nima qilishimni, bu holatda dadamning dafn ishlarini qanday qilishimni, bu yerdagi jamoatga bu ahvolni qanday tushuntirishimni bilolmay, "Ey Alloh, mening bu yoq yurtda hech kimim yo'q. U mening dadam. Meni bundoq ig'risinimi? Menga yordam qil" deb shunchalik ko'nglim yerim bo'lib, uxlab qoldim. Tushimda nur yuzlik bir kishi mening qashimga kelib, "Nimishqa bunchalik g'amkinsan?" dedi. Men uningga, "Men qandoqmi g'amkin bo'lmay tura olay? Dadamning ahvoli bu tursa, men uni qandoq dafn qilay? Uni musulmonlar orasiga qandoq elib chiqay? Uni qabrisida nimalar kutib turayotgandi?" deb yig'lab ketdim. U menga, "Alloh taolo sening g'amingni hal qilyapti" dedi. Men yugurib berib dadamning yuzini ochdim. Qarasam, dadamning yuzi 14 kunlik to'lin oydak nurliq paqrab turibdi. İlgirki qo'rqinchli holatdan hech asar qolmabdi. Men u kishidan, "Ey nur yuzlik zot, siz kim bo'lasiz?" deb so'radim. U menga, "Men Muhammad Mustafa bo'laman" dedi. Men uning putiga esilib turib, "Ey Allohning payg'ambari, bu ahvolning sababi nima?" deb so'radim. U, "Sening dadang boshqalarning haqqidan qo'rqmaydi. Jazoni bilan muomala qiladi. Kishilarga azor beradi. Boshqalarning yuz obro'yini to'katdi. Shunglashqa u mushu holatda qabzi ruh qilingan edi. Ammo dadang hayot vaqtida har vaqt menga durud salom yo'llaydi. Men uningga shafaat qildim. Alloh uning menga yo'llagan salavatlarning yuzidan uningga marhamat qildi" dedi. U kishi, "Men uyqumdan uyg'onib, dadamning yuziga qarag'animda, uning yuzi haqiqatan nurliq bo'lib ketgan edi" deydi. Payg'ambar alayhisolamga durud aytishning fazilati va uni odatiga aylantirgan musulmonlarning hayotida yuz bergan ajoyib o'zgarishlar, dunyolik qiyinchiliklarning oson bo'lib ketishiga o'xshash ahvollar haqida nurg'un voqea va qissalarni uchirtimiz. Bu qissalarning bir qismi real, haqiqiy bo'lsa, bir qismi to'qilma xarakterdagi rivoyatlar bo'lishi mumkin. Ammo qissaning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, uning bizga ifodalab bermoqchi bo'lgan mazmuniga qaraganimizda, durud aytishning insonga erishtiradigan natijalari nuqtasidan mazmunining payg'ambar alayhisolamning sahih hadislardagi mazmunning o'zini ta'kidlayotganligini bilalaymiz. Undaqda payg'ambar alayhisolamga qachon, qaysi vaqtlarda qanday durud aytamiz? Payg'ambar alayhisolamga durud aytish uchun maxsus vaqt bekitilmagan. Ammo har bir musulmonning har qanday o'rinda xohlagan vaqtda uningga durud salom yo'llashi fazilatli ibodatlar qatoridan hisoblanadi. Hadislarda payg'ambar alayhisolam o'ziga durud salom o'qishga alohida ta'kidlab buyurgan bir qism vaqtlar zikr qilingan. U vaqtlar azondan keyin, juma kunlari, payg'ambar alayhisolamning ismi zikr qilingan vaqtlar, har namozdan keyin, her qitim duoga qo'l ko'targanda, Safa tag'ida va Ramazon oyiga o'xshash fazilatli vaqtlardir. Durud salomning labzi haqida xilma-xil hadislar kelgan bo'lib, ko'pincha hadislardagi durudning mazmuni biz har namozdan keyin o'qib kelgan Allohumma solli, Allohumma barik duosi bilan o'qishib ketadigan bo'lib, bir qism hadislarda kam ziyodalik, o'xshamagan labzlar ishlatilgan rivoyatlar kelgan. Aziz qarindishim, Allohning muhabbatiga erishishni xohlamsiz? Suyumli payg'ambarimiz bilan jannatda birga bo'lishni xohlamsiz? Dahshatli qiyomat kuni uning shafaatiga nail bo'lishni, uning qo'lidan Havz-i Kavsarning suyini ichishni xohlamsiz? Sizga eng hurmatli farishtalarning ham rahmat, mag'firat tilishini xohlamsiz? Gunohlaringizning mag'firat qilinib, jannatdagi maqomingizning o'rlashini xohlamsiz? Undaqda payg'ambarlarning sardori, eng sharafli inson, hurmatli payg'ambarimizga durud salomni ko'p yo'llang. Dardlaringizning ko'pligidan, g'amlaringizning jiqligidan hayotdan zerikkan qarindishim, dardlaringizga darmon tepishni, qiyinchiliklaringizning hal bo'lishini, qarzlaringizning tugab, kasalingizning saqayib, qayg'ularingizning xushalliqqa, alamlaringizning shodliqqa aylanishini xohlamsiz? Undaqda siz chin ixlosingiz bilan u muborak insonni yod eting, uningga salom yo'llang. Uning va'dasi sizni topadi. U sizga "Menga durud yo'llanglar, Alloh sizlarning hojatlaringlarni ado qiladi" deb bishorat beradi. Bu bishoratga chin qalbingizdan ishinib turib, Allohumma solli ala Muhammad deb uni yod eting. Alloh taolodan uning martabasini texim ustun qilishini, uningga rahmat qilishini, hammamizning uning shafaatiga erishtirishini, uning bilan jannatda birga qilishini so'raymiz.